Agar bu hovlimiz shaharda bo'lganda eng kamida 500 ming dollar narx qo'yilgan bo'lardi. Lekin bu hovlimizni narxi sizlar o'ylagandan ancha arzon. Videomizni oxirigacha ko'rsanglar, uyimizni narxini va to'liq ma'lumotlarini aytib o'taman. Hovlimiz 5 sotuv yer maydoniga qurib bitkazilgan bo'lib, 2 qavat, jami 8 ta xona va 2 ta xolldan iborat. Joylashuvga keladigan bo'lsak, Qibrey shaharchasi, orientir Qibrey hokimiyati bo'ladi. Uyimizga kirib kelarkanmiz, ikkita tarafimizda shunaqa chiroyli zilona zonalar qoldirilgan. Navesimizning tagiga bemalol 2-3 ta mashinani sig'dirsa bo'ladi va yonginasida stol yoki tapchani uchun joylar qoldirilgan. Darvoza odam kirib chiqish uchun kalitka va navesimizning tagida yozgi oshxonamiz o'zini hamma qulayliklari bilan qilib qo'yilgan. Endi eng qiziq joyi uyimizning narxiga keladigan bo'lsak, 350 ming dollar startoviy so'ralyapti. Narxlari kelishiladi. Kelib ustida yana savdosini qilsanglar bo'ladi. Qiziqqanlar bo'lsa raqamlar qoldiraman. Aloqaga chiqib to'liq ma'lumot olishingiz mumkin.